Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak Yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarini biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qitimqi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programmamiz bilan Şinjan Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mesuliyet Şirkati programmamizga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Attitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'rsatuvchisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptukallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Güzel Şinjanның sayohat nuqtalarini, yemek-içmeklerini tang tashviq qilaylik. Güzel Şinjanның taraqqiyotini birlikda ilgari suraylik. Ama şunlarda ufkamga bir fursat beraylik deb do'ppisiga o'rgatib selatamsiz. Endi jigdi deb qolsam, endi jigdidekchi. Ana do'ppisini tanglisizlar degan. Kep do'ppida qoldi. Mush ish tutsa sizga bekroq mos kelishi mumkin. Nima o'qindiki? Sen oxir qaroringni degina. Mening tanlashim Mömincan Ablikim Ustaz. Mübarek bo'lsin. Mayirimiz Merdan Yusuf, Mömincan Ablikim Al-Nuri guruhiga tanlandi. Kuylarga aylangan hikoyalar muhabbat to'rimizdan o'rin olsa, siz uni kuyligichi qandan bo'ldingiz? Rishtimiz bog'lansin, kuyingiz har dillarda qolsin. Sahneye chiqib naqshamni aytdim. Naqsh aytish jarayonida sal jiddiylashib qoldim. Go'yo azroq yerlarda ketib qoldim hamda jiddiylashib bo'lgandan keyin tunji qatim sahnaga chiqishim 3 ustozning o'rilgandan menga bilet tashlagandan shunchalik xush bo'ldim. Ular menga nurg'ulgan yaxshi talab fikrlarni berdi. Buningdan keyin ustozlarningki topshirig'ini yaxshi o'rindab, yaxshi ugunib, kelar qatimqi musobaqaga texim yaxshi tayyorlik qilib kelishga ishonchim bor. Endi mahirimiz Merdanga kelsak, bu inimizmi nayt yaxshi naqshni tanlabdi. Yoshlarimiz orasida moda bo'lgan, hammaning yaxshi ko'rishga erishgan bir naqsha, ya'ni ilhom inimizningki ijodiyati bilan o'rlangan bir naqsha. Bu naqsha o'z tavalligidimi, o'z doirasida o'zining mastanlarini qoyil qilgan naqshlarning biri o'rlanish jihatdan bo'lsin va boshqa jihatlardan bo'lsin. Inimizmi bu naqshni yaxshi egallabdi, naqsh tanlashimi yaxshi, hamda inchga hissiyot masalalari kelganda, biroq masalalar kelganda naqsh joyiga yetkazish azroq yarim yo'lda qilayotgandek bir tuyg'u bor. Lekin bu masalalarni biz ikkimiz yana keyingi bosqichlarda bartaraf qilib keta olishimizga ishonchim bo'lg'achqa o'rildim. Bu inimizningki keyingi san'at yo'liga utuq tilayman. Adashma shu kunduziy xizmat, endi kech vaqtida bir necha klublar naqshat kesh ishdan tushmadigina. So'ng bir charcha sababmi bilmadim shu ko'zim biyaram bo'lib ketdi. Qanday qilsam bo'lar? Adashma Sadaf shirkatining Worldstar markasidagi qo'shimni ko'z asrash mahsulotini ishlatib boqqan uning bek yaxshi kerak. Bularniki Bo'ldi, rahmat adash ishlatib ko'rib boqay unda o'zi. Ma'qul. Endi tuvandagi naqshimizning ismi Kutishga. Ben Muzaffar Parat, Pichan Nays'ten geldim. Hazır naqsh aytayotgani 6 yil bo'ldi. Rejissyorlik kasbini bittirgan. Hozir shu kesh klublardan muzikchilik naqsh aytyapman. Men kichigimdilla san'at oilasida cho'ng bo'lgan. Kichigimdilla shu cho'nglarning ta'siri bilan mush kasbga qiziqib kirgan.
Şu mening naqsh aytish uslubim ommabop naqshlarni ko'proq aytaman. Chunki biz muzika chaladigan naqsh aytadigan yerda ommabop uslubdagi naqshlarni ko'proq aytamiz. Bu qitimliq Ipak yo'li sadosi programmasida 4 ustoz menga o'rinmasimi mayli. O'zimni eng yaxshi joriy qildirib san'atdan tushishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Yıldızlarga koşuldum yolumda kara
Xo'sh. Hurmatli ustozlar. Mening ismim Muzaffar Parat. Pichan Nice'dan keldim. Men rejissyorlik kasbini bitirgan. Ondan gapga bo'lma. Bizda 3 muallim seni xalovatıdı. Aygül muallim, Mümincan muallim ve Mevlam muallim. Bunun içinde Mümincan muallim başta qarab o'tadi. O'yinni birga ko'rdik biz. Muzaffar inim. Rana Roz'nunki icrasidagi bu naqshni sizning aranji nusxasini deymizmi hamda? Aranji nusxasini tunji qatim sizning tarafingizdan o'rlanganini anladim. Intayin xursand bo'ldim. Nihoyat yaxshi voyaga yetkazib, turoqlarni joy-joyida elib etdingiz. Bu yerda men Mevlan muallimninki burundan tatib ishlatib kelayotgan bir penni ishiltimamayadi-chi. Ashni ishlatib baqagan qandani? Men dastlabda sal ishkilandim. Sal jiddiylashyotganligingizni bildim. Lekin men oylangandan keyin cho'qim yurak to'q holatda yaxshi aytib talaydi deb o'ylab, oylansam rost degandek yaxshi ishonch bo'ldi. Ishonch bo'ldi. Men bo'ldi bir muallimni oylantirib oldim. Endi uning qag'ini ketdi deb aytdi yaxshi. Bir muallim aylangandan keyin bolla bo'shan deydi. Bo'shan bo'ldi. Faqat bo'lmaganda o'sh muallimning bo'lma deydi. Hamda sizning ovoz doiringizga tushadigan naqshlar intan ko'p menda. Keyingi musobaqalarda siz bilan hamkorligimiz yaxshi bo'lib ketalaydiganligi ish nima? Anadan boshqa oxirida o'zingizni tanishtirgandan keyin his qilib ketdimki, siz o'zingizni tavlash fursati intan ko'p. Shunga mening gruppamga kelishingizni chin dilimdan qarshi olaman. Rahmat. Ufkumizning ovozini anglab shunchalik xush bo'lib ketdim. Ham kallamda bir qandaq ideya bo'ldi desangiz ukum. Siz mush dimog' bo'shliq sadoringizdan shunchalik yaxshi foydalandingiz. Ham shu nafasni ishlatishim shunchalik to'g'rida. Andan keyin shu ovozning pardasining kuchidan shunda unumli foydalandingiz. Kallamda nurg'un fikrlar bo'lib ketdi. Biz mau go'zal ovozda bu xuddi bir oqso'ngakning ro'yiga o'xshaydi-ku. Buningda qoida usul intayin ko'p. Xuddi bir masalan tomoq yesak, vilkin oyoq qo'ysa, qo'shni oyoq qo'ysa, bundoq bo'lish kerak, undoq bo'lish kerak deganga o'xshash. Bizning qoida usullarimiz intayin ko'pda. Masalan, bütün ovozlarni, bütün so'ziq tovushlarni, mayli yipiq tovush olsun, ochiq tovush bo'lsin, hammani bir o'ringa solamiz-ku. Bütün ovoz bir o'rindan chiqishi kerak. Andan keyin uningki ovoz o'rniga qo'ygan talabni bek yuqori, nafas qo'ygan talabni bek yuqori. Shuning biz shu yuqori o'lcham yetish uchun necha yil mashq qilamiz-ku. Endi ma amibab uslubninki men bek yaxshi ko'rgan yerim shuncha xalqimni bek yiqishliq ham shu usullarning hammasidan masalan shu biz Yevropa uslubida güzel ovoz uslubida aytgandagi bütün usullardan milliycha ovozdagi bütün alaydilikdan ham shu zamonaviy uslubdagi bütün alaydilikdan hammasini yug'urib bir asarni chiqarg'il bo'ldi-ku, bek go'zal qilib. Shu nurg'un fikrlar bo'lib ketdi abiyatnoz kallamda. Voy bu. Siz ashunda o'ylab o'tiribsiz-da. Tas qoldi fursatni ko'rsatdilar. Bu hukmimiz shu dimog' bo'shliq sadan shunchalik yaxshi foydalandi-ku. Endi bilmadim, siz rasmiylikqa kasbiy jihatdan bunday tarbiyalanib boqqanmi, dimog' bo'shliqning qanday bo'lganligini. Yo'q, men 1 soat dars o'qimagan, ovoz darsi. Lekin endi ba'zi hukmlarimizda shunday bir tabiiy talant işte bo'lib qoldi, lekin bak xo'sh bo'ldim hukm. Shunda yaxshi o'rinlab berdingiz. Bek chiroyli, bek go'zal chiqdi. Rahmat. Amibab naqshi aytishda dal boysiz degandek bunda o'lchamlar, nihoyatda nazariylashgan o'lchamlar yo'q. U faqat haqqi estetik zo'q berishni asos qiladi-ku. Shuningga u meshingdimi shundoq. Biroq u yuqori talab o'lchami va uning bütün dunyoda birlik kelib ketgan sizlarning maktablarning shu bo'yicha o'g'itidi. Mayli dunyoning qayerda bo'lsin, masalan siz Xinjiangda hozir yana shu qoida bo'yicha o'tisiz. Shunga yetmasa, sizmi uning nomerini yaxshi qo'ymaysiz. Uning bu qoida-chi qanday desangiz, odamningki ilqi chovyada halqib ketgan bir o'lchamda, o'sha o'lchamga yetimizda
bir o'ylaymiz. 2 yil mashq qilsak yana yetarli emas. Necha yil, 10 necha yil, 20 necha yil, hatto bir umr ashtaq ugunib ashalatga yetish uchun ashtaq tirishimizda. Hozir masalan men shunda o'qidim degan taqdirda yana o'zimni men bilib ketdim. Men mukammal bo'lib ketdim deyamayman. Yana qo'qiman. Yana men o'zimni xuddi bilimsizlik, hech narsa o'rganmagandek his qilmayman. Yana davomli izinib to'xtamay izinib ugunib turmanda. Shu ukunlarim qarab, o'ziga shunday mos kelgan, o'ziga qamlashgan bir shunday yaxshi bir tatliq bir o'rinni tepibdi deb shuna xush bo'ldim, so'yindim ukam. Rahmat ustoz. Xo'sh. Buningga shuninglik bularni cho'lpon yoki yultoz deb ataymizda. Bular ishtik chaqnaydi. Dil siz degan shartlarni qo'ymag'ashqa. Bular fursat kelsa bir chaqnaydi. Ammo bu chaqnagandan keyin shu fursatni tutib turish vaqti nihoyat qiyin. Amibobni shunda. Endi sizlarning o'rganish vaqtinglar yomon qiyin. O'rganisizlar 10 yilmi yo 5 yil jarayon uzun. Sizlar bir chaqnagandan keyin ash qoidani uqib bo'ldinglar emasmi? Shu qoidadan chiqmasanglar chaqnaversizlar. Ammo maballar biz mushta qilib chaqinib o'timiz bo'lni. Val qilib o'timiz, tutib turish vaqti nihoyat uzun bir jarayon. Qiyin yeri kiyinida buni. Shu amibab bilan hozir biz Meyshoning gapini qilyapmizda, ham milliy uslubdagi naqshimiz shunda. Milliy uslubdagi qoida bor. Hamda bizning meyalada uni taxbi nazariyalashtirib o'lcham qilmadik. Biz taxbi milliy uslubda qanday qoida usullar bor, nimaga diqqat qilamiz? Nazariy asosimiz ojizroq buningda. Xo'p, yaxshi bir ko'ti yo'ldi-ya. Yusam baqoq dasili bo'ldingda. Xo'sh. Mavla qapolmay gap qilib. Men gap qilay. Men ilqi bu inimning aytishidan men aksicha azroq ba'zi bir nuqsonlar bilinib menga. Ashtaq taktik yangi juma vallahi. Hozircha ishlatib boqmaganman. Yengisi ma. His qilib qoldim, lekin men buning ovozining aslida ba chataq deb o'ylamadim-ku. Bu mushu ovoz sharoitiga taxir ko'nib boqmagan bir sanada aytgandikin, hamda chiqib qolgan bir hamda normal doiradan chiqib ketmagan bir nuqson deb o'ylab, ashta o'yladim. Lekin buning ovozining tegi yaxshi debchi. Shunga men bayam Abdulla akamning degan gapi bo'yicha aytganda men seni bir chaqnat deb uzunroq bir ep mangab baqaymiki degan niyatim baqira. Yumush qaraysa. Yaxshi qarayman. Rahmat. Ma gapni jiq qilib buning nima naqsh aytganini unutib qolibman. Kutish. Ashta uzun bo'lib ketdi-ya. Qaqildimni aytdi. Angicha Toshmamat maqetimizroq bir ish chiqib qilib, parangda o'qib qilib, endi o'qib qoldi. Hozir endi biz qara. Sana tanlash fursatini beraylik. Ta'zi bir tanlig'ini. Mening eng oxirgi tanlashim Yaxshimisilar ko'pchilik? Men Abdulla Abdurahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi. Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sipi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryapti. Ilmiy tadqiqotlardan bayqilishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozalaydi, yalluqqa qarshi turadi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasallikka qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Dunyo yulduzi aktiv bakteriyalik cho'lpon mahsuloti. Yoshlik faslingizning yorishig'i, muhabbatlik turmushingizning guvochisi, ehson to'yliq kostyum buruntilari,
Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Halkara ISO ispat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiklangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Elnuri Erket hayatlıkның mənbəsi. Erket sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzoyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulay desiniz, ruhluq yaşırıp duray desiniz, Aylın Az Baburbadi Çiniqish mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram elish rayoni, pokiz mo'nchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklishi orqali haqiqiy chiniqish orzuyingizni amalga oshirishga yordam beradi. Haqiqiy chiniqish orzuyingiz Aylın Az Baburbadi Çiniqish mərkəzida qaror topsin. Bugün kimning taomi o'xshidi? Bir sinab kerak. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasin? Kimni ahmoq qilsizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Öyümge berip, sandıklı açıp, moçanı koyup, koçanı elip, bazaga berip, tartıklı elip, saklapan mısın dep tizlikte kaytıp, ağızlı açıp, kenişim mihmallah desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, eşek uçkendey. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyimlaylash, oliy daraja kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lligiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozodi muhiti uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan oblatmichi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloq Peshko'chisi Sanshxonza Sibiy So'l sariya oldiga chiqadi. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Mevlam Mehmet Ustoz. Kimlerni kuttum? Mübarek bulsun. Mahirimiz Muzaffar Ferhat, Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Ustoz görüş, u tabriklashga arziydigan bir ish. O'z ko'nglingizda tanlagan ustozingizz bilan san'at hayotingizni oxirigacha davomlashtirishingizni umid qilamiz. Men hozir sahnadan naqshamni aytib tushdim. Jiddiylesh bo'lmaydi desammi, yog'im bo'lib qoldi. Jiddiylashma bo'ldi. Sahnaga chiqqandan keyin yana o'zimning kayfiyatini kontrol qilib, yana yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. O'zimdan rozi. Uch ustozning men o'rilganiga bek rahmat. Eng oxirida shu o'zimning uslubimga mos keladigan shu Mevlam Memtimin ustozini tanladim. Navbatdagi yo'llarda hamda Mevlam Memtimin ustozining yetakchiligida tig'imi yaxshi asarlarni sahnaga aytib chiqishimni umid qilaman. Endi Muzaffarning ovozida ba'zi naqshlarga o'xshash nihoyatda bir xil qizg'in, nihoyat yuqori kayfiyatli hissiyot kamchilik bilindi. Lekin menimcha bu Muzaffarning kamchilik emas. Muzaffarning aloyiligi menimcha tuyan ovoz rayini nihoyat odamga bir xil xotirjamlik tuyg'usi beralaydi-ku. Undan menimcha Muzaffarga aytgan naqshi nihoyat yaxshi tushgan. Muzaffar yana davomli shundoq o'zining ovoz rayoniga, ovoz aloyiligiga tushadigan naqshlarni tanlab aytsa, ba'zi naqshlarga qaraganda naqshining hissiyotini yaxshi ifoda qila oladi deb o'ylayman. Shuning uchun men Muzaffar uchun o'rindiq aylantirdim. Men bundan keyin shu Muzaffarning kasbiy taraqqiyot yo'lida men Muzaffar uchun bir yaxshi qo'llovchi bo'la olaman deb o'ylayman. Adaş, çoğunlarda diyabet, kan besim, kanda may qatarlıq kesinlikler köpüp git barcıma. Tamaq yeyişke alayı dikkat kılmasın mayıki. Sirme adaş, elnuru onları məxsus diyabet kesiliği, yukarı kan besim, kandaki may qatarlıq kesinliklerge alayı şifa kıldı kecme adaş. Oy şundaq mı adaş? Emsi çoğunlağı ip bireydi? Buldu adaş. Tövendeki naqshimiz Uval. İslam Mesqar Tursun, Aqsu Avatdan keldim. Men mana mush kesmi qil bozir qadar nurg'ulagan qiyinchiliklarga yo'liqdim. Masalan, mushu muzik ilmi, ovoz qirish jihatlarda qiynaldim. Chunki bir ustozga muhtoj menda vaqtlarda. Shunga
torda tuyuqsiz shu ipak yo'li sadosi programmasiga mayr elish to'g'risida uchurni ko'rgandan keyin nihoyat hayajonlandim. Chunki shu programma orqali o'zimni bir sinab bayqash birinchidan, ikkinchidan men yaxshi ko'rgan ustozlarning hammasi bu yerda bor ekan. Shu fursatdan foydalanib shu programmaga qatnasam, o'zimning bir ixtiyorini joriy qildirib baxsam, kamtik men ehtiyojli bo'lgan bilimlarni shu ustozlardan ola olsam degan maqsadda shu programmaga qatnashdim. Bundan keyin shu programmaga qatnashish orqali kuchimning yetishi yaxshi tirishib, o'zimning eng yuqori saviyasida shu talantimni joriy qildirishga tirishman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayrlarga omad tilaydi. Söygendim burunla ben seni dildim Eli hem öçmedi çotlukta Söygendim burunla ben seni dildim Eli hem öçmedi çotlukta Parvamu qilmeding miskin ko'nglimga boshqalar qalbiga yondirib chiram Parvamu qilmeding miskin ko'nglimga boshqalar qalbiga yondirib chiram Örtendim yaş döküp hicran otunda Yüreğim ezildi buldu lehtiqan Örtendim yaş döküp hicran otunda Yüreğim ezildi buldu lehtiqan Zarımdın tağlar mı keldiler zigge Yanıla pervasız şürdün sen canan Zarımdın tağlar mı keldiler zigge Yanıla pervasız yürüdün sen canan Şu sebep bu könlüm tulumu yerim İşkında örtünüp qinaldı cenim Şu sebep bu könlüm tulumu yerim İşkında örtünüp qinaldı cenim Muhabbet koçası ya ki şundaq mu
Yetmez mu hayatta sana uvaliyim muhabbet kucası ya ki şundak mu yetmez mu hayatta sana uvaliyim yetmez mu hayatta sana Hey, rahmat. Oyog'idagi gulni alomat chiqaryapting-da. Qo'shab bagayra. Foydasi qag'ayirdi. Ya, endi shu yergacha hech kim aylanmay qolib qolsa, shu gul orqali kim bo'lsa aylantiramiz. Eng oxirgi umidni ashak bog'lab turibsan. Xo'p, kel. İsmim Asqar Tursun Oqsu Avotdan keldim. Bu daqatim shu 4-qara Ipak yo'lniki tizimlash uchurini anglab, o'zim söygan, yaxshi ko'rgan kasb bo'lgan ekan tizimlatib bir kuchimning yetishicha bir qatnashib o'zini bir sinab boqay deb shunga keldim. Qanday tursa sinab boqsan? Bundan burun bunday cho'nsaklarga chiqmagan ekan shaxsan boshdan oxiri tamtirish o'qish bo'ldi ekan. Hozirmi shu tamtirab titrab turyapman lekin. Uduqib turyapmadi. Endi uduqma bo'ldi. Uduqmay turgan birdan. Bizning azroq ishimiz bor, sen sal damalib olsa. Bizning Mo'minjon apandim buga aytgan naqshanga qoyil bo'lib, o'rindiq aylandirdi. Shu Mo'minjon muallimning gapiga bir quloq sap baqilma. Muallim degan naqshniki varianti bek ko'p bo'lib ketdi-ku hozirga qadar. Yoshlarimiz mayli cho'nglardan 97-yildan boshlabla yaxshi ko'rilib, hozirga qadar yoshlarimizning yaxshi ko'rishiga erishib, necha variant ulab chiqyapti-da. Ustoz akamiz Ablat Abdukim ijodiyati bilan o'rlandi. Ondan keyin Abdulla akam voyaga yetkazib necha qatam bambillarni yanglab, shaklini yanglab o'rlagandan keyin bu naqshni aytish imkoniyati, har yangi aytish imkoniyati bek to'liq. Yenimizmi Abdulla akam aytgan taraflarni o'ziga o'rnak qilib aytgan bo'lsa-mu, bayqidek deyishgandek gul qatqa yerlarimi boshindami, qo'shab baga yerlarim bor. Yenimizningki taraqqiy qilish imkoniyatini to'nib yetdim. Mush ovoz bilan, naqsh aytishdiki, turoq elishlari bilan, ovozlarning muqimligi bilan men yenimizningki bundan keyingi taraqqiyotda bo'lgan ishonchim oshqorlik uchun o'rindiq aylantirdim. Mendan boshqa hech kim bo'lmagan ekan, buni talash tortish qilmaymiz. O putga ishgan bu. Putga ish. Ammo bundan ortiq maqtab etsam, eshib oladi. Bundaki bu bolalarni qo'g'ilmaydi. Xo'p, unda bo'lsa, yigit. Bunaqa sahnalarda yana seni ko'rdik ekanmiz. Chunki Mo'minjon sen fursat bermoqchi ekan. Unda bo'lsa, kel. Rahmat. Şu sebep bu könlüm tulumu yerim İşkında örtünüp qinal diyeceğim. Mübarek bulsun. Mayırımız Asqar Tursun, Mo'minjon Abdukim Al-Nuri gruppasiga tanlandi. O'zingizga xos naqsha aytish uslubi bilan sahnamizga yurak sadoringizni elib kelib, ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga omad tilaymiz. Men bu qatimga 4-qara Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, ustoz yana Mo'minjon ustozga tanlashga erishdim. Bundan men nihoyatda xush bo'ldim. Bundan keyingi sonlarda yana o'zimning tirishchilik orqali texnik yaxshi natijalarga erishish uchun tirishaman. Asqar Tursun inimiz 20 necha yillardan beri yoshlarimizni modellikdan qolmagan va necha xil shakli aytilib, necha qatim qayta model bo'lib ketgan Uvolim nomli naqshimizni tanlab kiribdi. Bu naqsha o'z navbatida akam Ablat Abdukim ijodiyati bilan birinchi qatim aytilgandan keyin
ustoz akamiz Abdulla akam aytdi va Abdulla akam qayta-qaytalab buningki aytilish uslubiga mahorat qatib hozirgi holatga akeldi. Bu Asqar inimizmi o'sha hozirgi aytilayotgan holatdagi mahoratlik holatini, texnikalik holatini yaxshi o'zlashtirib, yaxshi bir taraf qilib, eng inchki hissiyotlarni naqshaga to'g'ri beradi deb qarayman. Shunga inimizga o'rildim. Bu inimizning bundan keyingi natijalarning yaxshi bo'lishiga tilayman. Saboqdosh bola kechda o'ltiradigan tuqnay bo'lsa qo'la. Ayılnaz guruhiniki plana çay taamlı restoranı var aylim gideyim ama. Muhit qanday ekan? Muhiti bek yaxshi, taamlarım bek o'xshaydi degini. Bo'ldi, kechda eshat ko'rishaylik. Bizning bu qadimgi mahirlarimiz albatta program guruhidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyot şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Adaş, sen turib beka bo'lganda men bilan do'konga berishpagini uyga yog'mi chaqash ketay degan. Bo'ldi dash, men sana Qaydo samsaq tamlik, yog'mish bilan Qaydo lazzat tamlik yog'mishni tavsiya qilman. Mushta yaxshi ekan. Biz mashina ishlatyapmiz. Bo'ldi, ma'qul. Endi Teşnalıqni anglaymizmi? Yaxşımısınızlar, men Qari Niyaz, yurtim Shayar Nayizdan. Ben hozir Urumchida o'tirishliq. Men kichigimdan o'sha san'atga ishtiyoqim bo'lganligi uchun men cho'ng bo'lsam bizning oilalardami, mening bobom, tog'amlar musiqa chaldi ekan. Mush Turkiyada balkim ma'lum san'atniki o'ta tutashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi sharoitlar tufayli men cho'ng sahnlarga chiqish orzuyim amalga oshmagan bo'lsa-mu, keyin shu ustozlarning turkisida Urumchida musiqa atrati qurib, shu sahna ishlarini qilib kelyapman. Hozir elammi? Shu naqsh kasb bilan shug'ullanyapman. Meniki bugungi shu Ipak yo'li programmasiniki 100 maylar kelganligimdan o'zim intayin xursand bo'laman. Mush paytda Ipak yo'li programmasiga qatnashganimda intayin xursandman. Bundan keyin san'at hayotimda yana yaxshi bo'lgan nodir kuylarni xalqimiz sunishga davomli tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Temili qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, Al-Nuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Teşna bulup yollarınga gitsem yar seni. Ayrılışka kepsen bugün bilsem könglüngni. Kaçırmagın gözlerini bunçulam yarım sana eytip alay yürek sözümni. Kaçırmagın gözlerini bunçulam endi. Yarım sana
muhabbetlime dostlarım kim düşmanın kim oylanıp yetkin aldanmıgıyım namertleniyim yalgan sözge vafadarlıyım muhabbetliyim türeki bilsen aldanmıgıyım namertleniyim yalgan sözge vafadarlıyım muhabbetliyim türeki bilsen küteysini bir ömür arap yolunga sen yaşaydı bu dünyada yıkılsam külsem küteysini bir ömür peşta yolunga sen yaşaylı bu dünyada yıkılsam külsem sen yaşaylı bu dünyada yıkılsam külsem Yaxshimisilar ustozlar. Men Shayar Naizdan kelgan Urumchi turishliq Qahar Niyozdan barcha ustozlarga o'tib salom. Hammalarga salomat bo'lsin. Ey rahmat. Qahar rahmat. Mushu ukamning naqshlarini men ancha-muncha anglab turibdim-ku. Va buada bek bir qizg'in bola bu. Mushu san'atga, naqsh muzikaga hamda. Biz ancha-muncha bir yerda so'rlarda uchrashib qolamiz. Ondan bir isil adam. Rahmat. Ko'ngli shuncha kangri, oyog'i chaqqan, naqsh muzikaga amaraqliqdan har birimizga shunchalik bir hurmat bildirdi davomli. Sizlar boy yedimi, yo'q yedimi, sanab shu shunday. Da bugunmi men naqshni meningcha bir qadar yaxshi etdi. Hozir men bunda o'ylab qoldim. Musha Qaharjon hozirgi kelguncha sahnalarda aytgan naqshning ichida nihoyat yaxshi aytgan naqshisi mushu. Rahmat aka. Men mushu mayli Shayardiki bo'lsin, mayli Urumchidiki bo'lsin, sizni qo'llab, quvvatlab kelayotgan barliq o'zi og'inlarning nomidan muborak bo'lsin Qaharjon. Rahmat. Abay Abdulla akam nihoyat yaxshi Qaharning adamiyligini, san'atga bo'lgan pozitsiyasini yomon yaxshi to'liq ifodalab berdi. Buni bilan to'liqlama qilgandek emas. Shunchalik yaxshi qilib berdi akamiz. Bo'pti Qaharjon, bundan keyingi san'at hayotida texi yangi natijalar bo'ladi. Rahmat. Kelar. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Qahar Niyoz, Tosh Muhammad Batur Aylin Az gruppasiga tanlandi. Naqsha yurakning o'ziqi. O'rlug'chi bo'lsa, uning doktori desak xato emas. Liriklar nurg'un qalblarning hamrohidir. Lirik kuylaringizdan muhabbatga tashna qalblarning tevishlarini sezgandek bo'ldik. Men bu qatim Ipak Yo'li sadosi programmasiga qatnashib, o'zimdagi kamchiliklarni his qildim. Ham shunaqla o'zimniki yaxshi ko'rgan naqshni mana shunda o'rlaganligim uchun men intayin xush bo'ldim. Yana shundaqla shu naqshamni yoqtirib
anlagan ustozlarıma rahmet eytime şu yüzden emineki Taşmavat Batır Ustaz grupsiga kirganligimga intayin hoş buldum. Bundan keyin şu Taşmavat Batır Ustazning yetakchiligida texmi yaxshi bo'lgan kuylarni sunishga tirishdim. Yuqorqi mayirimiz Qahan Niyaz Teşna bo'lib nomidagi bu naqshini aytibdi. Inimiz sahnada azroq jiddiylik bor deb o'yladim. Ammo umumiy jihatdan inimizniki ovozini men anglab xeyli obdan yetaklab ketsaklar cho'qim yaxshi bir natijalarni qozonoladi degan menda bir ishonch bo'ldi. Shuningga mush inimizga bir qitim fursat berishni to'g'ri ko'rib men o'rindiq aylandim. Cigdiler pichirlaydı. Mana şu yuni bilan men içim bek tutulib ketdi juma. Tutulib ketdi. Tartib kolasının bir neçe andiki esan shunchalik o'zir es qilsa. O shunda yaxshimi bu? Kang to'rdosh do'stlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizdagi yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Temili qo'shilmadan xoli bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz xam ashyodan xoli, ozuqlikka kuyishdan xoli, al-nuri bashdan xoli, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizda yemeklik va tetikqo sohasida sarkardilik rol o'ynayotgan Xinjiang Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati mayirlarimizga omad tilaydi. Rayonimizning sog'lomlik, yemeklik, ichimlik sohasidagi boshlamchi korxona Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tartuq kolalarimi mayirlarimizga omad tilaydi. Biz bu minutlarda programmamiz qatnashgan mayirlarning qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. Yaqin naqshini baytayotgan vaqt bo'lsa, narimash qilsa. Men shu adash kunda badam bevosita o'qitishda mas'ullarga naqsh etib berib mashq qilaman. Musobaqamizni davom ettiramiz. Muallimlar, mesela tushlarimga kir degan bir naqsh voqea shuni anglaydi. İsmim Ankar Erken, Aksu viloyatining Uchturpan naqshdan keldim. Mening o'qimoqchi bo'lgan naqshlarim bo'lsa, amma uslubdagi naqshlarni yoqtirib to'layman. Mening o'qigan maktabim O'rta texnikumda san'at maktabida o'qidim. 2012-yili usul kasbiga qabul qilindim. Shu jarayonda shaxsiy ma'lumotlarga haq to'lash orqali o'zimning bilimlarimni oshirdim, o'rgandim. Keyin o'rta texnikumda o'qish jarayonida bir qator naqsh o'qish faoliyatida ma'lumotimni tavsiya qilish bilan sahnaga chiqib tunji qatimliq naqsh o'qish holatimni shu yerda o'zim ko'rib, naqshni shunday yaxshi tamomlagandan keyin men buni ikimiz kasbda yaxshi ma'lum degan ideya paydo bo'lgandan keyin o'zimniki naqsh o'qish holatimni, rolimni yaxshi joriy qildirib kelyapman. Bu qatimliq 4-qora ipak yo'l sadosiga talinib, hayajonlandim, xush bo'ldim. Uydagilarning qo'llab-quvvatlashi bilan, menga hamdam bo'lib kelgan muzika do'stlarim, ustozlarimning quvvatlashi bilan nihoyat yaxshi bo'lgan bir natijalarni og'il keldim. O'zim shunday ishonchim bor. Adam qancha kamtar bo'lgan sari yaxshi yo'lga ma'laydi ekan, mushkasbni o'zib chiqalaydi ekan degan niyatni o'zimga mustahkam bog'lab keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik va tetikqo sohasida sarkardilik rol o'ynayotgan Xinjiang Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati mayirlarimizga omad tilaydi. Güneştekine beşinga konur Yüzünge telmürüm ötse idim Güneştekine beşinga konur
yetmeydi ömrüm. Nimada tükürüpmen yanımda durup, çeçimni sılaşqa yetmeydi kolum. Nimada tükürüpmen yanımda durup, çeçimni sılaşqa yetmeydi kolum. Pişanem şu, pişanem şu, düşümge gir canım, düşlerimge gir. Pişanem şudur, pişanem şu, düşümge gir canım, düşlerimge gir. Ayağın tigini sıpap ötersun, köynegin etegini suydum aysa. Men şu bir iki yakça bulalmadım mı? Ey kadı sarı kirpegine men şu bir iki yakça bulalmadım mı? Ey kadı sarı kirpegine pişanem şu, pişanem şu, düşümge gir canım, düşlerimge gir. Pişanem şudur, pişanem şu, düşümge gir canım, düşlerimge gir. Ötüp bardı ömür karvan, şıllarının koynida dilimde pıran. Ötüp bardı ömür karvan, şıllarının koynida dilimde pıran. Sen bana armasan, ben sana armam. Kuylarım korda yanar şam çırak. Sen bana armasan, ben sana armam. Kuylarım korda yanar şam çırak. Sen bana armasan, ben sana armam. Kuylarım korda yanar şam çırak. Kuylarım korda yanar şam çırak. Emunullarning o'rindig'i buzilib qolmaganda. Hey, yaxshi aytib qo'yding juma mana shu naqshini. Rahmat.
Yaxshimi sizlar ustozlar, shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. İsmim Anqara Erkin, özüm Aksu Uyuşturpan Nayiz'den. Keşlik klublarda naqmeda müzik çap, gitar çap, naqş etdim. Hazır mı şu Uyuşturpanda şu onundan başka hizmet yok ama şu? Özümüzdeki müzik atirtida Juin gitar show, Juin go show bop ishladim. Unda olsa hele ondan tecrübelik bir naqşçıda. Bu malumlarning ki o'rindiq aylanmasligida cho'qim ularning o'ylagan bir o'y fikrlar bor cho'qim. Biz uni surishti qilmayli hech kimimiz bu yerda. Hozir sening kayfiyating qandayroq? Endi ish yo'q. Bo'ldi bo'ldi-da. Bo'lmag'ini yaxshi, endi bo'ldi degina. Buni qanday qilish kerak? Bu yaxshi naqshchi bu. Sizlar bu naqshdan ta'sirlanmadinglarmi? Ta'sirlandik. Vijdan g'ushilib qo'yardim. Endi bu naqsha endi men 1,5 million qatim anglagan naqsha 90-yillarning oxiri. Ha. Ondan endi men shu vaqtda anglagan naqshalarning ichidagi endi mening ro'y dunyorimga bek ta'sir qilgan naqsha bor. Siz shu vaqtda undaq lirik, undaq odamni bir o'y xayol cho'mdirgan naqshning borligi shu. Men mushu naqshlar orqali his qilgancha. Endi bu yigitmi Ravrusda aytdi. Mening kallamda sizning asl aytganingizning o'lchimi yomon bek uyulib ketib qopti. Ikkimiz bu naqshni tanlab xato qildik. Abaya atiganki imtihonildimi deyishdik. Bir muzika, bir naqsha odamni bir tarixini eslatadigan narsa. Shunga ba'zi naqshlar intayin bek qalsa singib ketgan bo'lsa, u o'lcham qilib oladi. Shuning bilan mushu ukamga o'xshash yaxshi aytsimi? Bir xil shu vijdoni g'ushimi yashash. Vijdoni g'ush. Buni to'g'ri tushunamiz. Balkim boshqa ma'lumotlarning fikri shu. Ha, ma'qul menda qilaylik qara. Men seni amalimning berichi bir tatib baqay. Rahmat. Agar atlashib qap qalsa, o'sha ma'lumotlarning qo'shiniga yetishtiramiz. Agar yetishmay qolsak, amal yo'q, og'rinmaysa. Qanday? Buni bek xo'sh ketdi, rahmat ustoz. Mübarek bo'lsin. Mübarek bo'lsin. Pişanım şu. Qizg'in qutlaqlaymiz. Mahirimiz Anqara Erkin, Abdullah Abduriyim Sadaf Alaydet gruppasiga tanlandi. Ovozingizga illiqlik, yuraklarimizni haroratga ega qildi. Naqshingizdan issiq. Illiq dunyo hammamizga hamroh bo'lmoqda. Ustozlardan yaxshi o'gining bu illiq dunyodan tang bahrilanayli. Sahnaga chiqish jarayonida bu tunji qatimliq cho'ng program qatnashim bo'lganligi uchun ozroq jiddiyliklar bo'ldi. Shu sabablik ozroq nuqsonlar ko'rinib qoldi, lekin shunday bo'lsa-mu, Abdullah Abdurim ustozning tanlashida Abdullah Abdurim guruhiga kirdim. Bek xo'sh bo'ldim, chunki oz jafolarni topmadim. Buning keyinda nurg'un jafolar bo'ldi. Shuni uchishlik ajrini ko'rdim deb o'ylayman. Anqar Erkin umu o'z oldiga menga nayti yaxshi bir ishonch bergan naqshchi. Shuningga buni o'zim nayti judonlik bilan tanlab qoldim. Ustozlar buning uchun o'rindiq aylandimdi, lekin men ishonch qilma oldimizdagi musobaqada bu masalan bugun u tushimga kirdigan naqshni aytdi. Bu Uchturpanlik yigit, Uchturpanning uning nayti yaxshi ustozlar bor. Shularning yetaklashida bizning shahardagi ancha-muncha ko'rgan bilganlarimiz deb birishimiz asosida taraqqiy qila oladigan bola deb o'ylab ustozlarga yetishtirib qo'yish maqsadim bor endi buni. Menimcha oldimizda cho'qim bizning umidimizni yerda qo'ymaydi bu o'quvchi deb ishonch qilyapman. Men qalb dasturxonimni tatliqtamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egiligimga go'zal, hashamatlik tez tamoqxonamga gul keltirib, oylin oz taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib bitgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, oylin oz taomlarda men sizni kutib. Bo'lsagar esil taom hayotda kulli bayram. Oylin oz taomlari, oylin oz.
Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca ön temperaturda pişiqlangan 5 ton xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sog'lomligingiz uchundir. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjima qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunini taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo o'zimiz, qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqım g'amada. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemeklikleri mi bakan emas mı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklem şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Tuvandagi naqshimiz Yarog kaptamdi, yarog. Mening ismim Rayhongul Mehmet. Yurtim Urumchi. Men Aqsuv shaharlik Qartal bozorlik boshlang'ich maktabining matematika o'qituvchisi. Kichigimda san'atxumor bir oilada o'sib yetilib cho'ng bo'ldim. Bu jarayonda ota-onamning san'at bilan tarbiyalashi, ya'ni shundaqla o'qituvchi ustozlarimning meni bayqishi bilan ham shundaqla o'zimning san'atga bo'lgan o'tdek qiziqligi bilan boshlang'ich maktabdan oliy maktabni bitagacha maktablarning cho'ng kichik sahnalarida o'zimning aloyiliklarimni namoyon qilib keldim. Oliy maktab bitagandan keyin menga o'zimning iqtidorim namoyon qilgandek sahnalar bo'lmadi. 2019-yili 9-oydan boshlab har xil bevosita taqtish supullar orqali o'zimning aloyiligimni namoyon qilish fursatiga ega bo'ldim. Bu jarayonda nurg'ulg'an qo'llovchilarning qo'llashlariga erishdim. Yana shundaqla oiladagilarimning qo'llashlariga erishdim. Mana bugünkidek Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishimga mana shu oiladagilarning yana shundaqla to'rdoshlarning qo'llashlari nihoyatda zo'r turtki bo'ldi. Men shunga shu fursatdan foydalanib, meni qo'llagan barcha qo'llovchilarga, azizlarimga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Vay baba
yaray, begona buldum yaray, begona buldum yaray. Kuşlarman sana amrığım yarim degeysen. Kuşlarman sana amrığım yarim degeysen. İsmim Rayhangül, yurtum Ürümçi. Özüm hazır qıvatqayışım. Ben başlangıç mektepning matematika o'qituvchisi. San'atga bo'lgan o'tda qizg'inlik, yana shundaqla ustozlarga bo'lgan talpinish meni mushu sahnaga chillab keldi. Yaxshi, degan yaxshi, qaram. Matematika o'qituvchisi. Matematika. Men ajoyib bir qo'rqmayman bu matematikachilar. Shu matematika darsi beradigan bir o'qituvchining bizning sahnada o'zimizning bir cho'ng naqshimizni mushu saviyada aytmag'i haqiqatan oson ish emas, oson ish emas. Qaysi boshlang'ichning? Hozir men Aqsu shaharlik Qartal bozorlik boshlang'ich maktabda ishlayapman. O'zingiz Urumchilik? Urumchilik. Bu yerda bir hikoya bor. Bu hikoya aman sizdan anglayli agar muvaffaq bo'lsa. Xo'sh. Mening hozir yo'ldishim oliy maktabdagi ma'bdim. Savaqtishimda berib, ikkimiz tang Aqsuda taraqqiy qilib, ashada ishlab, ikkimiz o'qituvchi. Shu ishkinglar shu bir-biringlar tortishib shu xizmatni shu yerda birga qilayli dedinglarmi? Nima degan yaxshi qaram. Biz qo'shilamiz bu ishga. Magnitdek tortib ketganga. To'p qarang. Ashada jiltiz tortisizlar cho'qim. Bu ajrlaringlar yerda qolmaydi. Chunki biz bugungi sizning mushu sahnaga tutgan pozitsiyangizdan, gap so'zlaringizdan bilyapmiz, sizlar hargiz bir ishni yengillik bilan qilmaysizlar. Sizlar shunday kuchli ruhga ega yoshlarsizlar. Ham bizning jamiyatimizmi har soha, har kasbda shunda sizlarga o'xshash saviyalik, ongliq, qat'iy niyatlik yoshlarga muhtoj biz. Sizlar mana televizor oldida o'tirayotganlar ko'rsimi, anglasimi balkim sizlardan ta'sir olishi mumkin. Rahmat. Rahmat Abdulla ustoz. Muhabbat sizni Aqsuga opiribdi. Ham muhabbat sizni mushu sahnaga akibdi. Men shuncha xush bo'ldim. Siz o'qituvchi ekansiz. Men shu o'qituvchilik kasbida shug'ullanyapman. Endi biz o'qituvchilar mushtaq bir san'at ishchidagi mushtaq bir moyslarni, g'unchilarni ko'rgan vaqtimizda ashunga suv qo'yg'imiz, sug'urg'imiz keldiki, mushu g'unchilarningki bir puraklab ichilib, boshqalarga xushpurqini chachgan vaqtida biz shuningdan so'yindik ekanmiz, xush bo'ldik ekanmiz. Men ovozingizni anglab, men tarbiyalaydi ekanman. Texim yaxshi bir yuksalish, o'zgarish bo'ladi, ilgirlash bo'ladi deb tanladim. Rahmat mallam, rahmat. Rahmat. Xo'p. Siz bu sahanda yana ko'rinasiz-chi? Shuning uchun keyingi navbatda yana tafsili mundishimiz. Yo'ldishingizga salom ayting biz ma'lumlardan. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar ma'lumlar. Rahmat. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Rayhangül Mehmet, Aygül G'ulam qaydu gruppasiga tanlandi. Hammamiz yiqimliq naqshlarni anglashni xohlaymiz. Yurakdan chiqqan naqshlar yurakka boradi. Albatta, o'rliqchining saviyasimi intayin muhim. Chunki yaxshi so'z yaxshi odamga mansub. Men Yipak Yo'li sadasi programmasida qatnashib, Aygul ma'lumning o'quvchisi bo'la olganligimdan nihoyatda faxrlandim, nihoyatda iftixorlandim. Sahnaga chiqishda ilgari haqiqatan jiddiylashdim, chunki men bunday cho'ng sahnalarga qatnashib boqmagan. Sahnaga chiqib bo'lgandan keyin ustozlarningki nihoyatda samimiy gap so'zlari bilan bu Abdulla ustozni ko'rgandan keyin mening jiddiyligim shunchalik pasaydi, o'zimningki eng yaxshi ro'y oltimni namoyon qila oldim.
Mening buningdan keyingi nishonim bo'lsa, Aygul muallimdan kasbiy jihatlardan ko'plagan bilimlarni olib, buningdan keyingi bosqichlarda o'zimning eng yaxshi holatimni namoyon qilish. Reyangül xalq naqshlaridan Yaroni o'rnildi. Endi Yaroni ayni vaqtda bizningki xalq artistlarimiz, naqshchilarimiz, peshvalarimiz shunda boyga yetkazib o'rnagan. Reyangül o'ziga ishinib turib, men mush naqshning o'disidan chiqa olayman deb turib mushuni sahnaga olib kelibdi. Gerçi endi nurg'un masalalar bo'lsa-mu, buni keyin biz hal qilib ketalaymiz deb o'yladim. Keyin Reyhangülninki tarjimalni bilgandan keyin Reyhangülning bir o'qituvchi ekanligini bildim. Ham shunday so'yindim. Men bir o'qituvchi bo'lib sifatim bilan Reyhangüldagi ham o'qituvchi, ham nurg'un o'quvchi bolalarni o'zimga tatib olib kelibdim. Men bu endi shu o'zimniki barliq qilish tegishlik to'pamni qo'shib, shu Reyhangülni bir baldaq yuqori ko'tara olsam, o'zimdan xush bo'lgan bo'lman. Muş yaqinni bu yan qattiq naşlıq qilgim kelmaydi. Badanda madarım yo'q. Bunda odatlansanglar salomatlik ig'ir ziyonli qilish. Men sizlarga Elnur quvvat nonlarini tavsiya qilaman. Yesanglar ham yeyishlik, ham ishtahalarni ochiladish. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qetimki programımızın tajdorligini oldi. Bu şirketga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programmamiz bilan Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirketi strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mesuliyet Şirketi programmamizga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi tartib yurishlik fonalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'rsatuvchisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mu ko'ra olasiz. Evet, mühim faaliyetimden bir suatı kostyumlarımın tayini kalmakta. Tordu görsem tordu mu tayini yok. Birer bir yeni kostyum alsam bitti. Unda olsam şu mötörlü elzokның kostyumlarına da bedenin güm yarışıdı, süpetlik, bağısın muafık onun. Et bakalım da. Tövendeki nakşımız Şinjan Gunyang degan naqshni anglaydigan bo'ldik. Mening ismim Nijat Yasin. O'zim Urumchidan keldim. Men asosliq aytadigan naqshlarim ommabop uslub va moda uslubdagi naqshlar. Lekin o'zim bu qatimda texnik chiqib aytmoqchi bo'lgan naqsham o'zimning ijodiy naqshisi. Bu qatimliq musobaqaga menimcha o'zim yaxshi tayyorlikdan keldim deb tushunaman. Da bu qatimliq musobaqaga kirishimdek shu yaxshi natijalarni qo'lga keltirishimga ishonaman. Odatda men o'zim ijodiyat qilishga amroq. Chunki kichigimda menga nurg'unlagan yaxshi san'atkorlarimiz ta'sir qoldirgan. Opam neftchi kitib men odatda uyda yolg'iz yashaganligim uchun yolg'iz vaqtimda o'zimning ko'ngildagi ifodalarimni muzika orqali naqsh orqali ifodalashga qiziqdim kichigimdan. Shuning uchun shu yo'lni tanlab keldim. 7 yillar bo'lib qoldi. Shu mush qatimliq musobaqani men nihoyatda qo'lga ching tutib yaxshi natijalar keltirishga ishonaman. 4 muallimni o'rishga ishonchim bor. Agar o'rinmay qolsa, hargiz bel qo'yatmayman. Bu yo'lni tanlagan ekanman, chuqur yaxshi olib ketishimga ishonchim bor. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Ximiylik qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, Elnuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Descend
下住着我那心上的姑娘，水做的眼睛藏着你秘密，最美的记忆留在我心底。没有什么能招架你那含羞待放的模样，没有什么能夺走我那黑色眼睛的姑娘，没有什么比你更漂亮，就像天边的月亮，没有什么温柔我的心上。哦，无不一个地利人邦，是不一个孤立难张，天山脚下住着我那心爱的姑娘，无不一个地利人邦，是不一个孤立难张，天山脚下住着你那心爱的姑娘。楼兰的风景却让我梦境，尘沙中遇见了你，不见了踪影，留下了憧憬，城市中最美的你，你的魔力把我迷住，没有你的天没有雨露，你是我心中的花，最美新疆的姑娘，阳光透过你的面纱，照耀你脸庞，回眸一笑融化了我美丽的姑娘，在我心里留下一丝迷人的芳香，沙漠中盛开的花是新疆的姑娘。Yaxshimisilar sizlar? Mening ismim Nijat Yosin, Urumchidan keldim. Bu naqsham o'zimning ijodiy naqshisi. Shunga chiqib sanda bir aytib boqay degan maqsadda chiqib qatnashgandim. Chiroyli. Yaxshi yezibsa balam buni. Chiroyli chiqibdi. Naqshida yangiliklarmi oz emas. Yaxshi naqsh. Şinjan Gunya, Şinjan kızlarının güzelliğini yazıyordu. Doğru. Nima degan ondan tema. Xo'p, şu bu ahağının qurulmasimi xili yaxshi chiqibdi, mukammal. O'zi o'quvchi. Nerede o'qiyapmiz hozir? Hozir Nungiyada shu o'qiyotgan. Mishil Puttamakchi. 21-yil. Qaysi kasbda? Lyuganli, sayohat boshqarishda. Shunda o'qish jarayonida Şinjanning shu eliqi güzel manzarlarni, odamlarni, mehr muhabbatni dilrabollarni shu bola. Onda bir ijodiy ohang ishlab beqdi-da, mana bundan keyin texmi ijodiyat yo'lingizga 4 ustoz men qo'shilib yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Rahmat. Texmi yaxshi asarlarni yezing. O'zingizni ijodiy ohang bilan tunji navbat cho'ng sahnada butun sizga qo'llab quvvatlash, rag'bat berayotgan barliq tuqqanlarga anlatilgan bir fursat bo'ldi. Mübarek bo'lsin. Rahmat. O'zingizni tuqqanlar deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa aytib bering-da. Men yaqinlarimga menga madad berib turgan atrofimdagi yaqinlarimga rahmat aytaman. O'zimning bu sahna qatnashib beqishi maqsadim asos shu naqshamni aytib boqayil degan bir maqsadda. Tatlıq, chiroyli chiqqan naqsh ekan. Rahmat. O'zim hamda shu muzikada o'zim qiziqdim. O'qigan kasbim muzika bo'lgan bilan o'zim ijodiyat qiziqman. Boshlanishni ancha yaxshi ko'rib ketmayman aytishni. Shuning shu yo'lni texim davomlashtirib menga ishonchim bor. Bo'ldi, ajoyib. O'zim bir sinay deb chiqqan sahnada. Rahmat sizlarga. Ma'qul. Yana bir navbatda sizni shunda bo'ldi. Bir qatnashib, azroq tajriba bu da manda qilma deysiz. Shuni yana bir navbatlarda balkim o'ylamga yedim. Hammamizningki ashu eliqi ta'sirlanish nuqtasiga tegib ketishingiz mumkin. To'g'ri. Bu tajribani yakunlab yana bir kelishingizni umid qilamiz, o'g'lim. Rahmat. Keling. Nihoyat afsus, Nijat Yosin bugun tanlanolmay qoldi.
men xiyol qilib boqmagan bir natijaga erishdim deb o'ylab kelishingiz mumkin. Ammo bu har bir o'rganguchidagi kamtarlik bo'lishi mumkin deb qarayman. Egilidikan olma shoxlari mevasi qancha o'xshagan seri. Kamtarlik bilan odam chiroyliq, satlishidikan g'adaygan seri. Kasbiy hayotingiz davomli mana bugünkidek kamtarlik ichida davom etsin. Texim tirishsam bo'g'dak. O'zimning natijalardan bak xo'shalib ketmay. Texim tirishib, mening bundan keyingi ijodiyatimga cho'qim yana bir kuch qassam bo'g'dak deb bir cho'ng bir plan bo'ldi ham, ta'sir bo'ldi ham. Lekin bu qatim seni chiqqanda hech qanday bo'lmadim. O'zimga bir dars olgandek bo'ldim. To'rt ustozdan, garchi o'lmismi? Ularning madadlari ham menga kuch berdi. O'zimning bu qatim senda qilgan xatoligim bo'lsa, balkim bek temtirab ketganligimda ovozlarim qayga yerlar bo'lishi mumkin. Lekin men bundan keyingi yo'limni texim yaxshi o'qishga ishlaman. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca ön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Ozoda oliy muhit, mazalik taomlar, visol to'ylari, qutlug' astilik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Oylin oz guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, isilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu isil joy dal Oylin oz guruhi Tianshan Guli restoranidir. Oylin oz guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolalari. Va, ma ya. Vah, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemeklikleri mi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Charchagan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib Ko'z asrashga sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozlik qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javhari. Tuvandagi naqshimiz seg'inish. Mening ismim Madina Mamatjon, o'zim Bo'rtiladan. Men shu naqsh kasb bilan shug'ullanayotganga taxminan 10 yillik bo'lib qoldi. Mening endi naqshga qiziqib qolish sababim bo'lsa, kichikimdan tortib shundaqla aqlimni bildigan vaqtdan boshlabla naqsh etatdim. O'zimning o'qib bitirgan kasbim bo'lsa, kompyuter. Mening bu qitimqi 4-qarorliq Ipak yo'l sadosi programmasiga kelishimdagi maqsadim o'zimning ortiqchiligini joriy qildirib, ustozlarning bergan fikrini qabul qilish bilan birga mush sahna orqali o'zimning aytgan naqsini xalqqa sunib olish. Buningdan keyin mush san'at yo'lida o'zliksiz holda tirishib, texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lalari mayirlarga omad tilaydi.
ayda yılda bir kelip kessin, kessin. Bu didarga yürek kanımdı. Sen gelmedin, karlı kaş geldi. Xuddi sendek sayrılaş geldi. Sen gelmedin, karlı kaş geldi. Xuddi sendek sayrılaş geldi. Gözlerimge şuna yaş geldi, yaş geldi. Könglim yoki mendin canamdı. Gözlerimge şuna yaş geldi, yaş geldi. Könglim yoki mendin canamdı. Bilmedim sevginimni, umudum yığılığınımni. Bilmedim sevginimni, umudum yığılığınımni. Sen alamsın benim cinimni, cinimni. Tende bu candayım turamdı. Sen alamsın benim cinimni, cinimni. Tende bu candayım turamdı. Tende bu candayım turamdı. Ey. Hadi. Yaxşımısılar ustazlar, ekrandaki görürmenler. Ben Börtladın Medine Mehmetcan. Oy. Xapamsan. Oy. Ben o haval deb o'ylabdim men qo'ha. Ha, bo'pti. O'zi endi yasinishni yaxshi ko'radigan qiz o'xshaydi bu. Men kichik bolakka bu deb o'tiribman. Men shunda o'ylabdim. Men Azmatjonni ko'rgandekla o'ylab o'zimning o'g'ilni-chi. Ha. Medine. Medine Mehmetcan. Mehmetcan yaxshi turamdi o'zi. Yaxshi oldin. Ha. Bu yaxshi bo'ldi. Naqshimo shuni qaraganda shu 3 ma'lumni ta'sirlantirgandek aytgan o'xshaysiz-chi. Ammo Mavloqingiz bugun ozroq ish chiqib qolgan o'xshaydi. Chiqib qoldimiki? Bu nayt yaxshi natija. Rahmat. Men ashta o'quvchilarimdan tavsiya qilib, ashuni talab qildiganim nima desangiz, biz naqshchilar biz beshimizdan o'tkazgan
japa mushaqqat santiyan kula deymiz. Aşı açıq, azap, tatlıqlıq, aşı həmmini bişini ötküzüb baqqan bolsa, qanda naqşı uçursa şu hissiyatını çıxaralaydı. Siz hazır muşu naqşınızdaki sığınış hissiyatını, aşının içiga kirib turib, xuddi mening içimni o'rtib etdingiz hazır. Rahmat. Siz muşu holatga akib etdingiz meni, muşu muhitga kirgizib etdingiz. Xuddi siz muşu azobni chekib baqqandek, muşu ta'mini tetib baqqandek. Biz muhabbatlashgan vaqtimizda shu muhabbatning ta'mini tetimiz, ham shuning azoblarini tinimizni o'rtigidek darajada, kechilab uxlanmagidek darajada. Shuni biz beshimizdan kechirgan vaqtimizda, anondan keyin ovozimizga chiqdi. Nurg'un yalaga sayohatlarga boramiz. Güzel tağlarını ko'rgan vaqtda, buloq suvlarni ko'rgan vaqtimizda shumi yana ovozimizga chiqdi-ku. Bizning ko'rishimiz, bilishimiz qancha ko'p bo'lgan sari bizning hissiyotimizga, tuyg'umizga ta'sir qiladi. Sizning mushu aytishlaringizdan men sizningki beshingizdan nurg'un sisoqlarning, nurg'un jafo mushaqqatlarning o'tkinini his qilib turibdiman. Shuncha chiroyli, bek go'zal aytib berdingiz, vujudimni o'rtidingiz. Rahmat. Rahmat. Hoş, malumunuz nima degan yomon. Madina singlim. Men aylanib bo'libmi, o'zingizning ismini degmaguncha men his qilolmabman. O'g'il bola deb o'ylab, aylangandan keyin birinchi tuyg'u menda bir xil hozir yashining qanchaligini so'rmayman, bilmayman, lekin men bo'y bastiga, chiroyga qarab, xuddi o'zimning o'g'ilning kelgusini ko'rgandek qarsam, kulib turishi shu o'g'limdek tuyulib ketdi-ku menga. Chiroyli cho'ng o'g'an o'g'alliq o'xshaydi. Ha, shunda chiroyli cho'ng o'g'alliq. Mening o'g'lim xil yomon emas. Yaxshi. Shunda bek tuyulib ketdi. Ondan bu naqshni tanlashdimi ajoyib yaxshi tanlabdi. Abdug'ani xalning naqshi deyman. Shundoq. Ha, Abdug'ani xalning naqshi o'zimi alomat yaxshi aytgan. Lekin singlimiz Madinammi bu naqshiga boshqacha ishtiyoq bilan o'zining vujudini berib turib aytdi. Men o'ylayman, yashingiz ancha cho'ng emas-ku deyman. Yo'q. Meningcha beshidan bakchiq issiq so'qoq o'tmagandu deb o'ylayman. Hech bo'lmasa shu muhabbatning azoblari o'tdimiki deyman. Meningcha unchalar bo'lmadiki deb o'ylayman. Chunki men bu naqshni aytaman, hozir qadar azoblik naqshini aytaman, xo'shallik naqshini aytaman. Endi chiqadam yaxshi ko'rayotqachqa men shu naqshlarning hissiyotini topa oldim deb o'ylayman-da. Shundami? Albatta. Hissiyotda. Lekin men muhabbatda azoblanib boqmagan. Muhabbatning azobi qanday bo'lganligini men bilmayman aka. Chitikni to'yamni qilib qo'ydik-da biz. Vaqt deb maydamni yagiga yiqib yotmagan ekan, uni uqmaydi ekanman. Lekin shu bu singlimni balkim o'zining vujudidagi ovoz saroyati bilan shu naqsh tekisni his qilib turib, tushunib turib aytdi deb o'ylayman. Beshig'i bunda azob oqibatlar kamsin deb tilayman. Asli tilakma va bunday kunlarni ko'msin demakchi. Men chiroyli yigitni. Ko'nglimnikidek birisi keldi. Kasmanda o'g'alvolchi yosinibmi keldik. Kagiz kelganda. Bu nayt yaxshi bo'ldi. Ovozmi biz o'ylayotgan ba'zi bir naqshlarga tushib qoladi ekan. Shunga fursatlar ko'p. Mening guruhim kelishingizni qarshi olaman. Rahmat. Bu singlimning ismingizni yana bir so'raydi. Madina. Madina. Ismini bilmadi. Patpat so'rab turmsak bo'lmaydi. Bo'lmasa Mehmetjon davolazga tarqinmabdi. Meni unutqizib etdi-ya. Meni so'rashni unutqizdi meni. Meni qup-quruqlik qilib qo'ydi bir naqsh o'ylab singlim. Hozir so'rib olib, mana qasam dedi Mehmetjon. Shu vaqtda Madina singlim. Gapim davom etsa, men naqshi mening ras uygulerimga keldi. Bizning moda gapimiz bo'yicha vijdonimga tegdi bu naqsha. Men mashta siz abayga naqsh aytyapsiz, sizga qarab, o'zimning shu kichik vaqtlarimdagi mashta naqshlarga berilib kirib aytilgan shu vaqtlarimni nayt go'zal aslimlarimni aslidimda. Endi o balalik vaqtlarim o'tib ketdi. Keyin nurg'un naqshlar qo'limga tushgan bo'lsa, balalik vaqtimdagidek bir adam ya o'zim aytmadim. Ya shu balalik vaqtimdagidek bir muvofiq bir mayli qiz, meniki naqshlar mayli o'g'il armayman. Ashta bir yaxshi bir naqshchi ini sing'illarim bo'lsa deb qo'ynimga sep
saqlayotgan shundaq ashta hissiyat talab qilib mung bilan aytilgan naqshlardan azroq jiqqan ma do'ppiga tushmaydi juma yo'q bu do'ppining masalasi yo'q bu yerda bayatdim ishiltib bo'ldi bayim yo'q demadim ma yeng ma ya yengim o mushu tash mamadakingizlar demisizmi biz bilimizga siz hozir aytgandek naqshlarni bu aytgan ha ustoz aytgan mana necha yildan beri gap qilma men o'zim to'g'irlayapman to'g'irlab bermasam men aytmaganman shunga demakchi bo'lganda meningda sizga tushadigan naqshlar bor demakchi biz chaqchaq qilib anda gapini ozdirib shuningga agar meniki grupam kelsangiz nurg'ulg'a yaxshi ilgirlashlar bilan sizni tang yetaklab keta olayman degan ishonchim bor sonlab endi qag'in tanlash o'zingizda qoldi tanlab qo'ydinglar manda qizlarninki manda ovoz kam uchraydi qizvalnoncha yana shu qizvaldan ag'ini yaxshimiki deyman shuna qilib bular hamsi o'tirib oldi singlimniki oxiri qarini to'g'ri chiqara oladiganiga keskin chiqirdiganiga bo'ldi hamsa ustoz bizga qilpaslar bo'ldimi ha bo'ldi sizga qo'yaylik hozir vaqtni chaltaylik ikki qiz gap qilib baqsin meni tanlab qolamdi o'ylanma odamni tanlaydigan foyda yo'q deymilar faqat umid yo'q deymilar sizning eng oxirgi qaroringiz oxirgi qarorim İpek Yolu Sadası programması o'quvchilarning torda bevosita taqchini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Badam aptitalni telefoningizga tushirib oling. Har vaqt sizni Badamda saqlaymiz. Otashmi torda qattiq bir yaxshiroq bunda bu tarjima filmda yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino aptitali yoki izlash apchaqini ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'r so'rtasiz. Yetib olmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushir. Acha, ha. Aşağı. Ha. Sizlerimi çürünler. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program guruhidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Onun boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Xinjiang Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Xinjiang Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Xinjiang Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizchi bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Ipak Yo'li Sadasi programmamizda bo'lsin. İpek Yo'li Sadasi, sevginin yok cezası, Hoşavazla seynası, İpek Yo'li Sadasi, İpek Yo'li Sadasi, sevginin yok cezası, Hoşavazla seynası, İpek Yo'li Sadasi. İpek Yo'li İpek Yo'li Sadasi, İpek Yo'li Sadasi, sevginim yok sigrasi, Muşavazlar seynasi, İpek Yo'li Sadasi.
büyük karvan varisi aman yeter dilekte. İpek nuri sadası, süygünün yok cinası, hoş avazla sen